Assalomu alaykum YouTube kanalimiz muxlislari. Mana bugun 3 xil kasilkamizni obzorini qilib o'tamiz. Bir boshdan motorlari narxlari nima uchun qimmat, nima uchun arzon, arzonda qanaqa narsalar komplektdan chiqadi, qimmatdan qanaqa komplektdan narsalar chiqadi, hammasini farqlarini ko'rsatib beramiz. Manzilimiz Izza bozor, O'rikzordan kelishda, bu tomondan bu saxiy tomon ketishda. Do'konimiz Maytej do'koni. Videomizni boshlashimizdan oldin videoga like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada qanday bir savollaringiz bo'lsa bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Birinchi bo'lib Uragan firmasiga tegishli bo'lgan kasilkamizdan boshlaymiz. Motorlarga keladigan bo'lsa 7800 model motorli bo'ladi. Komplektidan o'zidan 3 tadan nasadga chiqadi. Bitta 40 pichoqli nasadga, 3 tali, keyin mana bu gazon urish uchun leskalari chiqadi. Va undan qo'shimchasiga mamlaqa moyga benzin qo'shadigan bachoklari chiqadi. Komplektida mana bunday qo'shimcha bonusiga zavatnoylari ham chiqadi. Kitobchasi va ключ, mana bunday osadigan iplari va ключlari ham o'zidan komplektdan chiqadi. Mana bu zashtalari ham hattoki temirli bo'ladi. Bu batni zashta qilib turadigan. Bu har doim mashinaga qo'yilgandan plasmassa bo'lsa sinib ketish ehtimoli bor va teshilish ehtimoli bor. Shuning uchun mana bularda qimmatlarda temirli qilingan bo'ladi. 7500 оборотli bo'ladi. Mana 7500 оборотli, 7800 motorli. Mana komplektdagi narsalar. Mana bular ham Kuban firmasiga taalluqli. Bular ham xuddi shunday 3 talik pichog'i, 40 talik pichog'i, gazon kasilkasi, keyin mana bunday ключlari, arqoni, bonusiga yana bitta zavatnoy bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday 7500 оборот, tagi temirli bo'ladi. Xo'p, arzoniga keladigan bo'lsak, Uraldan keladigan bo'lsa, arzoni 40 ta pichoqlidan bitta chiqadi, ikkita mana shunaqa 40 ta pichoqli pichoq chiqadi bunda. Qo'shimcha yana baklari chiqadi. Mana bunaqa benzin solish uchun ключlar chiqadi, kitobchasi. Keyin bularga alohida e'tibor beriladigan joyi 1000 оборотli bo'ladi. Keyin mablari plasmassadan ishlangan. Akalar, plasmassadan ishlangan. Oddiy ishlangan mana. Oddiy plasmassada ishlab chiqilgan. Qimmatlariga qaraydigan bo'lsangiz farq qiladi. Bu oddiysi Ural. Oddiy bo'ladi. Даже plasmassalari ham oddiy ishlangan. Bundan uni farq qiladi. Farqlari anchagina. Даже mana bularga ko'radigan bo'lsak, pichoqlari mana oddiy mablada o'zini Kuban deb yozilgan. Mana Kuban deb yozib qo'yilgan, original o'ziniki. Bunga ham Uragan o'zlariga yozib qo'yilgan bo'ladi. Hammasida pichoqlarda yozilgan bo'ladi. Agar xuddi shunga o'xshagan gazon kasilkalar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlarini aytib o'taman. Uragan 650 ming so'm, Kuban 650 ming so'm. Mana bu Uralimiz 550 ming so'm chiqadi. Bu yerda yana turli xil assortimentdagi gazon kasilkalarimiz bor. Bemalol kelib 600 ming so'mga ham gazon kasilkalarimiz bor. Bemalol kelib shu videoni kommentariyasiga yozib turib, narxlarini yozganlarga yana 50 ming so'mdan skidka ham qilib bera olamiz. Любой bittasidan skidka ham qilib beramiz. Do'konimiz Maytej do'koni. Manzilimiz Izza bozor, O'rikzordan kelishda, bu tomondan bu saxiy tomon ketishda. Do'konimiz Maytej do'koni.